Nima ko'ryapsiz aka? Dikla. Yani şu qatnash vaqasi ekan-ku. Odamni yurak sodiq qilib. Voy ukam, mashinani men aydisam, sen nimaga qo'rqdi? Shu. Sendan ansirayman-da aka. Sendan ansirayman deb to'liq yolg'ondan ko'yingan qiyofat kirib olmay. Eng yaxshisi, mashinani mendan beso'roq haydagich bo'lma. Uqdingmi? Sana o'xshash haroqkashlarning dastidan qatnash vaqasi chiqib ketib boradi. Voy. Ozroqli gap qilib qo'ysam, ajab qaynab ketding aka. Bo'ldi, bundan keyin u mashinani hargiz haydamayman. Yaxshi. Ma gapni sen deding, ha? Bundan keyin o'g'irlikchi mashinamni haydama. Bo'lamdi. Ma gapni yaxshi qildi. Bo'ldi aka. Bir mashinani mendan oyamsan, ba'zida mashinani o'g'irlikcha haydab seni xafa qilib qo'ygan yerlarim bor. Men shu do'stlarimning oldida ota-onamning yo'qligini chandurmay debdiman aka. Senim uka, mening bu dunyoda seningdan boshqa hech nimam yo'q. Seningdan bir mashinani oyog'inim emas. Seni biror ish chiqib qo'ymasin deb ansirayman shu. Sen buni bilamsan. Men sizga dedim-ku, bir necha kun kutib turing. Ma'qul amsa. Meni bek saqlayapman. Ma'qul. Bo'lamda. Ertaga men javobini beraman. Shunday kelishdi. Yavaş bo'l. Qo'ysan. Qo'la bu yoqqa. Yavaş bo'l. Akıllı. Gelin şu da. Şunu çıkarıyorlar. Akıllı. Sen çıkamazsın. Akıllı. Çıkamazsın ha. Ulan yaxşı. Ulan çıkar. Bitirip kalan. Ulan. Pul kim dua? Buraya. Pul çıkarayım. Akıllı. Ondan sonra Allah. Şunu koyayım Allah. Sevgilimle körse. Bitirip kalan. Bende hiç şey yok. Çıkarayım şunu da. Baş kızım ama. Onu koyacak. Yapma. Bana. Anca. Çıkar. Pul yok. Bana işinin var. Çıkar. Hadi oturma. Kaç. Çıkamam sen. Nereden? Çıkar. Nereden? Vah. Öldürek beni lan boşa. Çıkamam sen. Pul yok dedim mi? Beni de koyuyorsun lan. Çıkar. Koy lan. Hadi haydi. Kapı. Gözünü seveceğim. Bemorning ailesi kelabami? Men shu doktor. Uning ahvoli qanday? Elimi vaqtida kelibsizlar. Bemorning qon ko'p chiqib ketibdi. Uningga qon samasak bo'lmaydi. Cho'nglarni chaqiramsiz. Uning ailesi bilan to'lamayman. Men uning hech nimasi emas. Undaqdisiz. Undaq qilaylik doktor. Ya bo'lmasa meni qinimni tekshirib baqamdoq. Bo'ladi amsa. Sizning qon tipingizni tekshirib baqaylik. Bemorninki bilan moslashamdi yo'q. Meni qon tipim A. Qo'y. Bundaqmi to'g'ri kelgan bormi? Bemorning qon tipimi A. Shundaqmi tekshirib baqaylik. Bo'lamdi. Bemorning ahvoli yaxshilangandekmi? Texcha o'shirganmidi? Xili yaxshi bo'lib qopti-ku. Oldirmay o'shig'i keldi. Qon ko'p chiqib ketibdi emasmi? Avval qon to'liq mengib bo'lsin. Anandan keyin qaytadan balnisiyat qilish to'g'ri keladi. Uydagilarga xabar qildingizmi? Dedim-ku. Bu qizning uydagilarini to'nimg'achqa hech qaysi xabar qilmadim. Balnis qancha pul ketadi? Az degandim 3-4 ming koy ketadi. 3-4 ming koy? Ha. Meni yenimda hozir ming koy pul bor. Shuni topshirib tursam bo'lamdi. Siz uning nimasi? Hech nimasi emas. Akşam ben bu kızın lükçeklerini koludan kurtuldurib aldım. Hazır mı sizdek oliyjanab odamlar borkan, ha? Bo'ladi ukam. Ming koy bo'lsa topshirib tur. Rahmat doktor.
Aka? 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 Oy, texçi yok ku bu. Hey! Aka, akşam bir gece uyga kelmedin bu. Ne diyordun? Nime? Doktorxonada? Sana bir iş olmagandı? Hayal bo'lmay, tezroq yenib kelashä. Ha. Ben sana başlık tayyorlab turay emse. Ma'qul. Rahmet sizge. Siz mening hayotimni qutuldirib oldingiz. Yo'q, undaq qilsangiz bo'lmaydi. Mening o'rnimda boshqalar bo'lgan bo'lsa, shunday qilardi. Yo'q, sizning o'rningizda boshqa biri bo'lsa, bunday qilishini dayim. Qarang, meni shuncha yaxshi ko'raman deb keynimda yurgan odam meni tashlab ketib ketdi. Ko'nglingizni asatlaydigan gaplarni qilma. Salomatligingizga ta'sir etadi. Boshqa ishlarni o'ylamay, yaxshi ara biling, ha? Voy. Siz texchi qaytmoqsiz-ku. Qon bergan odam cho'qim yaxshi aram elish kerak. Nima? Mushunday ishlarmi bo'ldimi? Ha. Siz berib aram eling. Bemorni o'zim o'rlashtiray. Sizga nima deb rahmat aytsam bo'la? Bizning uydagilar texchi ko'rinmaydi-ku. Akşam ve keşfip gitti. Bugün siz sel yaxshi bo'lgandan anda xabar qilay degan. Yonifinimdan uyimizning nomerini izlab topsangiz bo'lmasmidi? Kechiring. Akşam qilishchaklar sizning hamma narsangiz bo'lib ketibdi. Rana! Kızım! Ay kızım! Ne oldu kızım? Rana! Ne oldu? Kızım! İş oldu. Hey! Sen kızını zaten nime kıldın ha? Nime kıldın da Fatıma? Dada, o emas. O bana akşam beni kutuldurup aldın. Sana ne oldu ya kız? Ne oldu? Körek gözünü bunu çıkarıp Allah. Özün avaylık var. O akşam beni yalnız taşla kaçıp gittim. Onu çıkarıp onu körek gözünü sen de çıkarıp. Ben sizi düşündürek. Nemini düşündürettim. Benim bulanışlarının kolunu taşlayıp bir kaç gittin onu düşündürettim. Yok al gözümden. Yok al. Siz gidin. O dememez. Valla. Kuşmazlık koptu. Kapı vurmam gelin valla. Kechiring. Aka, tez bo'l. Choy tayyor bo'ldi. Ha mana. Birga boramsan nima? Birga berib kelay degandim. Ova aka. Sen so'zlab bergan yilqi vaqa hech qalamdan o'tmayotdi. Yilqi yigitning so'yginni qonda milangan holatda tashlab qo'yib ichib ketganini deyman ha. Sen ala, buning ajablanigidek yeri yo'q fuqa. Jahonda bundaq namatlar bekchiq. Sen hergiz ularni do'rab qolmajimi? Ho degina aka. O'lsam undaqlarni doğurmasman. Ben undaq odamlar bilan hergizmi bodikalda qilmayman. Xotirjam bo'l. Qandaqroq turibsiz qizim? Mushu gapni necha qatim so'rab bo'ldingiz, opa. Men sizga aytdim-ku, butunlay yaxshi bo'lib ketdim deb, erta ishga boraymikin deyman, opa. Bo'ladi qizim. Biroq Merdan yana sizga ovorchilik deb beramdikin deb ansirayotim. Bo'ldi qiling, opa. U Merdan gapini qilmang. Kechiring qizim. Daverib odatlanib qopdim. Boshida uning bilan o'rtashqim yo'q edi. Shu dodan ishinglar, uni undaq yaxshi yey, mundaq yaxshi yey deb pulni maqtab ketdinglar. Sizlarning ko'nglingizni oyab aralashib, qarang uning qilgan ishini. Elimi yaxshi yiliga shu bir bola uchrab qoldi. Bo'lmasa o'tib ketayotganman. Bo'ldi qizim. Senin balam kalan yerim qilma. Uning ota-onasi bilan biz uzun yillik do'st. Uning ota-onasi yaxshi odamlardi. Uning ota-onasidek yaxshi odam bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qopdimiz. U bola o'ziga qildi.
Sizga mi qipti o'chizim bolam? Haras qizim, yilqi bolani uyga chaqirsak taqatli kelmayotidi. O'zing berib boqamsan-ya. Bo'ladi, appa. Uni aytibin izlab, uningga cho'qim rahmat aytmasam bo'lmaydi. Bo'ladi bolam. Aramag'in amsa. Bu Rana'nın dostu o. Maşinaga chiqinglar. Ha, siz ne dediniz? Qanday ahvolingiz? Bu yerda yuribsiz-ku. Ha, uymuş yerda emasmi? Sizni tanıyamay qolib to'sqatdiman tafi. Shundaqmi? Ha? Nega mana? İdora qilmangan. Hajat yaxshi uchrab qoldingiz. Meni xush yoqmaganda. Haras, do'stingiz ahvol qandayroq? Ranama? Ah, o hozir xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Uyda damilyapti. O sizni izlamidimi? Necha kunning oldida ota-onasi telefon qilib meni mehmon qilayli degan. Men qo'shilmadim. O'zim telefon qilib ahvol so'ray desam, ular to'la rahmat aytib meni xijil qildi ekan. Shu men ularga telefonma qilmadi. Tova, bu Rananing nima qilganidu? O'zi telefon qilib sizdan ahvol so'rash kerak-da. Bu jahonda yaxshilik qilganning e'tibori yo'q. Undaq hech kim bo'lmaydi. Shundaqdimi sizga telefon qilib rahmatini bildirib qo'yish kerak-da. Siz Rananing yaqin do'stimi? Shundaq deyishkimi bo'ladi? Biz ham xizmatdosh. Sizlar qaysi idarada ishlaysizlar? Rana sizga shunimi deydimi? Biz ijtimoiy sug'urta shirkatida ishlaymiz. Ijtimoiy sug'urtadami? Ha, undaqda. Men uningdan bu ishlarni so'rab yurmadi. Ham so'rashning hojati yo'q deb o'ylayman. Haras, siz nega borsiz? Apirib qo'yay. Idora qilgandim. Hajat yaxshi, rahmat-da. Yaxshiroq o'tiring, ha? Amsmangdiq. Merkez Komiteti Siyasi Bürosu'nun esası Goviyen'nin bağlı sonrası Huliyan Yu, yakında Gensu ülkesinin suçluluk kuruluşu ve yezigilik işlep çıkılışı ahvalını gözden götürgende bununla tekitledi. İlmi terakkiyat karşını omuzluk emelileştirip, merkezin birinci numaralı hüccetini Seni adalet yolunda fidakarlık gösterken yaş dep haber yazılıp dur. Bana kara. Subaylıkının muvaffak faydalanışını her bir rayonni keng ko'lamda echishdagi asosiy xarakterlik qurilish o'rni. Mening mush yaxshi nomim. Sening qo'lingda nobud bo'lib qoladi-ku. Zo'r kuch bilan kuchaytirish. Sotijashning yangi mexanizmi ustida. Sabab zodir ishonmaysan, ha? Undaq degan nima emas. Diqqat qilib yur, ha? Cho'qim diqqat qilaman. Mamlakatning siyosiy Hay qarg'ina, iliq shopirchi gezitga chiqibdi. Akla ko'rib boqay. Qaysi şoförünü deyse? Vaycan, heliq seni qutuldirib olgan moy chapanchu. Sening mushi boshqalarni osonlikcha yaratmaydigan mijozing faqatla bo'lmaydi, juma adash. Adash, endi uni yaxshi ko'rib qolmagansan? Uningga hajat chapan yeb ketding-ku. Uningga chapan yapqanim emas. Sening zoti azaldan mushunaq boshqalarni yaratmaydigan mijozing bor. Ha, sendek yortsan emasmi? Hay, bo'ldi qig'ina, birdam oramim qo'yg'ina gezib ko'rib olay. Opa, Rashida tashqizat nemish bo'pti aytib beraman. Men bo'ladi qizi. Kichik qizi darizini sirtiman deb 3-qavatdan tushib ketibdi. Taliga helimi qizi saqqabdi. Biroq qizi ig'ir yorilibdi.
Bechora Rashida, qandaqmi qila? Voy Isit, men Rashida apashqa sug'urtaga qatnashni necha qatim aytgandim. Biroq ularda pul yo'q, qatnashamay qolgandi. Voy Isit, o'zimning yendan pul chiqarib bo'lsam, ularni sug'urtaga qatnashtirsam bo'pti ekan, opa. Shu emasmi? Bala qazo ko'rinib kelmas, putqolni sangiltib degan shu-da. Bechoraning yo'lda tugab ketgili endi 1 yildan oshgan. Qizini qandaqmi davolata? Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilmasak bo'lmaydi. Opa, ular hozir doktorxonadami? Ha. Nima qilay deysan? Ularni hozirli yo'qlab kelaymikin deyman. Bugun kech bo'lib ketdi qizim. Bolam, bugun sal kashib qoldi. Amisi men sizlarga choy damlab beray, ha? Rana! Rana! Sizga ijodkorim. Abla, sizni mushundaq gaplarni qilib deb o'ylab o'tib ketaymikin deb bo'lib, yana to'xtagandim. Agar men qarmay o'tib ketgan bo'lsangiz, ertasiga Urumchini aqtirib sizning uyingizga qo'ymaydim. Nega mandingiz? Uyga. Nerede? Nurliq yo'lida. Apropos ya. Yanar için derde düştüm. Uyunuz bu şeydi mi? He, yaptık. İşlememizi. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, rahmat sizga. Keyin ko'rishamiz. Biz uyga kirib siz opam dadamning sizni beklab turibsiz. Bo'ldi, xo'sh. Bizning uy ash o'tildiki binoda. Ha, ko'rib oldim. Vaqtingiz yetsa kelib o'tirib keting, ha? Bo'ladi. Chata xo'pdi. Agar shu kuni men bo'lgan bo'lsam, texmi payz bo'lgan bo'ladi degina. Sen yo'q bo'lib qoldingda chata xiri. Shu ozroq ish chiqib qoldi emasmi? Bo'lmasiqo. Oy, akamga qoldi. Buna. Chiqsan. Oy, aka, qaytib keldingmi? Anaqa. Teshikmi? Aka, bu do'stim Dilmurat bo'ldi. Ha. Tex tamaq yemagansizlar. Yo'q, texe. Yemedik. Amisi ben chiqib tamaq etay. Aka. Neredeki balla bilan aralashib savdo nima ish qilyapsan? Gap qila. Undaq emas aka, u degan yaxshi bola. Hozir aldirab odamga ishongila olmaydi. Ish qilib menga bir avarchiq tepamsan ulatdi. Narini yaxshi deysan uning? Menga bir ish tepagim bor sening. Bo'shroq so'zlasang-chi aka, anglab qoladi. Ish qilib diqqat qilib aralash. Yaxshi odam bo'lsang men xushal bo'laman. Ha? Uqdim aka. Ay. Rana. Meni qachon kechirasan? Voy, kim u? Ranama? Qanday ahvolingiz?
Yaxshi turdingizmi? Karın neyme? Bana ikinci telefon kılıcı bulma. Tushuntirib qo'yay. To'xtab turing. Tushundirgidek nemesi kaldı. Ben sana dep koyay. İkinci közümgü körüngücü bulma. Rana. Men sizga tushuntiray. Tova. Adamның alısı içide. Hayvanның alısı teşhida degan gap bekor emaskan. Merdan degan namertning yolg'on yoldiq so'zlarga achab ishinib yuribdimi? Merdi maydonda sino deb, qaysi kunilar lükchaklarga meni tashlab berib qochgandilar, uning mangulik do'stim bo'lishga loyiq emasligini his qildim. O'z sevgilini qo'g'diyamagan bir namertni qandoqmi sevginimday. Qarg'anda bundan keyingi yo'limni qayta tanlashim kerak ekan. Olimga o'xshash oq ko'ngil, oliyjanob, kishilarga yordam qilishni xo'shallik deb biladigan yigitlar hozirgi jamiyatimizda oz uchraydi. Shunga qo'limga kelgan baxtni cho'qim qadrlashim kerak. Uni cho'qim asrashim kerak. Vay, alımma. Qanaq ahvolingizni yaxshirdingizmi? Mundaq ishda qarang. Kechda sizni tamoq taklif qilay degan edim. Boshqa bahona ko'rsatkichi bo'lmangizmi? Opam dadam hammani sizni saqlaymiz bo'lamdi. Bu qitim gapingiz cho'qim rost bo'lsin, jimi helimini hech qatim kelman deb kelmadingiz. O ishni boshqa kimsaga o'rnashtirmam, siz cho'qim keling, ha? Boshqa gapni qo'ying, shundoq kelishdik emisa. Xo'sh, men sizni kutaman. Xo'sh emisa, ha? Cho'qim keling. Aka, bugun kira qilib chiqmamsan? Men bugun birisning uyiga tamoq borgan bo'lib qoldi. Sirtqa chiqib tamoq yeb turgan. Men senga pul beray, to'lamdi. Itamda. Tuta. Berayotgina, poychilar o'g'an kimga berayotgina? Aytsa. Tamog'ini yeb qilib, vaqtida qaytib kelasiz, kan? Ma'qul aka. Nabi? Allah'ım bak, yine aşk içine çıkıp gitti de. Bazı adam bakit diye. Bana geldim. Suyumuz başına. Geçti meni akamdan qandaq teşnamları kütüp durdu. Ben seni bir hayda bilish uchun hechniga parvo qilmay oshqo'shlik o'g'irlab chiqdim. Haqiqatan bundan keyin unda qilmayman deyman, seni ko'rsam o'zimni tutib olmay qolaman. Mana. Anzoq. Abla, ma taksinin kelmegini kızını qancha saqlab ketdi. Bugun taksi tosma qazımı ters olib ketdi. Bunda kelmaydigandı. Qanday qilamiz endi?
Ana, keldi. Yürü. Yürü. Siz avval çıkın. Avaylan, ha? Mantıklı. Bo'ldi. Nega borsizlar? Nurliq yo'liga haydang bola. Ma'qul. Bu pulni. Voy bo'ldi taga, men kira qilmayman. Yo'lda o'zimcha mashina haydab ish pushug'imni chiqaryapman. Bo'ldi. Men olmayman. Sen mashinani yemay turganingni ko'rib, sizga yordam qilib keldi shu. Men taksi shofiraman. Men bo'lasam bo'lmaydi. Biz qijilib qolamiz bolam. Men sizga yordam qilganim bo'lib qolsin. Bo'ldi, rahmat amsa. Arzimaydi. O'zingiz qolsin. Rahmat. Ma'qul amsa. Xo'sh. Rahmat bolam amsa. Yo'q, arzimaydi. Xo'sh amsa. Teşlik. Hey apsi. Limanda çıkıp olamaysiz. Mana. Oy, qanday ahvolingiz bolam? Yaxshi turdingizmi? Teshkapsiz o'tiring. Bugun sizlarni avara qildigan bo'ldim. Sen choy tayyorladingiz bolam. Siz bizning eng aziz mehmonimiz. Yo'q, to'g'ri. Siz bizning qizimizni qutqizib olgan tursangiz, siz nima qilsak arziydi bolam? Bo'ldi, undaq deyman. Men tomoq tayyorlay, og'ish o'tiring. Siz tomoqni tutish qilaveringizmi? Qani bolam, mazalarni og'ish o'tiring, ha. Boy mashinaga chiqqanlarning portmol ekanda. Opir peshanba o'qdik. Ama göçlerdim mi eline bala. Eline. Tartılmayı eliye verin. Eline. Eline. Alımcan balam. Çoğlarının hemiz tek çıktı.
mening ota-onam buruli tugab ketgan. So'rashqa tegishli bo'lmagan savolni so'rab qo'yibdingiz, bolam, xafa bo'lmang, ha. Qani, eling. Hech qisi yo'q. Ha, eling. Siz yolg'iz bolami? Mening bir inim bor. Eningizni aytgansizchi, bo'lmasa hozir telefon qilgan kelsin. Kelsin bo'lmasa bolam. Yo'q bo'ldi. U mendan burili sirtqa chiqib ketgan. Shunday qiling, bolam. Telefon qiling kelsin. Ha, bo'pti. Xudo kelganda ag'ash kelasiz, ha. Qani tomoq qiling. Qolgan tomoqlab chiqishchi ag'ash o'ltiring, ha. To'g'ri bularning uyi. Ota-onamning uchiqligini ko'rdingiz. Endi vaqtingiz yetsa, pat uyga kelib turing, bo'lamda. Ha. Voy, akam bu. Alloh kesqichi. Enim o nima? Nabiya. Ha? Aka. Bu yerda nima ish qilsa? Boya bir jup ayol mashinaga o'ltirgandi. Portmalni tushirib qo'yibdi. Mush atrofdamiki deb. Voy. Bu mening surtimmi nima? Voy, bu opamning portmali ekan-ku. Ha, aslida boy mashinam chiqqan sizning ota-onangiz ekan-da. Ularni mishiga tushirib qo'ygan. Shunga men akepray deb ehtiyotlasini tushirib qo'ygan o'xshaydi. Hava alim. Eningizni o'zingizga o'xshash esil tarbiyalabsiz. O'chirayman. Ha. Ma ishkim japan qahramonlik ko'rsatib, ranani texim qaymoq turg'il turibdi. Tova, ma shaytonni qara. Bilmabdiman, sen mi yaxshi ish qilishni bildi ekansan, ha? Bu yoq meni kechki tomoq taklif qilgan adam bo'ladi. Undaqda. Ishqinglar haqiqatan odishib ketgansizlar-ku. Voy, yaqay. Men ancha yaxshi emas. Akam bak yaxshi. Hammadan qalayqa so'zlar. Voy, rost aytman. Ishonmasangiz, keyin bilib qolsangiz. Hay. Bo'ldi, Rana. Siz turib qoling. Ma'qulamizda. Rahmat sizlarga. Sizni bek avar qilib aytdik. Nabikini sizlarga ishigimiz har vaqt ochiq vaqtinglar yetsa kelinglar. Bo'ladi, xo'shamsiz. Kelinglar. Voy, nima degan olijanob aqllar bu. Xat. Bu qanchaq meni hajatsatlashtirdi. Uningni qanday o'chasan bo'lar? To'g'ri. Xolida degan turmuchni qo'lga tushasa, ondan Ranadni o'chirish maqsadimga yetmandimi? Yaxshi oldi. Yaxshi oldi. Shunday qilay. Sening deganingda qilsa qolg'idek. Bu hafta shu ishlarni tugatsa, qolgan ishlarni shifratni bo'lgan ekan. Qolgan ishlarni o'zim bitirayman degani. Yaxshi oldi. Xolida! Ha? Nerede? Hey, Rana. Bu... Xolida, yaxshimisiz? Bu asta. Keyingi şeylik Yigirma gapim bor edi. Rana? Xolida! Rana? Apa. Xiyol surib o'tirib ketibsiz-ku qizim. Yo'qay, apa.
Dadınız o balını yaxtırıp qalğanda qılıdı qızım. Siz chiqandaq. O balığı bekli yaxşıga, biroq yanılı qarab baqsaq bo'lamdikin. Bundan keyin sizning ishlaringizga hargiz aralashmayman balam. O'tgan qitimqi ishda Bo'ldi, undaq demang, opa. Bu ishda sizning savarligingiz yo'q, opa. Sizmi men uchun yaxshi bo'lsin deysiz-da. Qizim, Qunduzni bir yo'qlab qo'ysangiz bo'pti ekan. Bechora qiz sizni bek so'rab ketdi. Men shu bechora qizning g'imi bilan gelimdan tomoqmi o'tmaydigan bo'lib qoldi. Opa, uningga ozroq bo'lsa-mu pul bersam bo'ladi. Bugun dadangiz ikkimiz 2000 so'm olib berib keldik bolam. Rasmi opa, ajab xush qilyapsizku. Nima degan yaxshi. Opa, men hozir Qunduzni yo'qlab kelaychi. Bulamdi. Bugun kech bo'lib ketdi qizim. Voy, opa, baribir uyqum kelmaydigan tursa berib yo'qlab kelaychi. Bolam kech bo'lib ketdi. Ati bering qizim. Xotirjam bo'ling, opa. Qandoq degan gap bu? O chiqashkara tashviq qilinglar degan nimasi? Qarab turib bizni yo'lga chiqarib qo'yganda bu. Ha, Shuhrat, undaq deganingiz bilan mukofot so'misi bor ekan. Qarang. Undaq emas-ku. Xeyl yo'qirkanchimi? Voy, nima deyishyapsizlar? Ha, meni ko'rib baqa. Ha, nima ekan? Akla ko'rib baqay. Shahrimizda hozir xilma-xil hodisalar bilan o'layotganlarning soni kundan-kunga oshib bormoqda. Asan o't oladigan, asan partlaydigan ximiyalik buyumlarning va gazliq yiqilg'ularning sababidan shahrimizda o't ofati ko'plab yuz bermoqda. Shu sababdan kishilar doim andish ichida yashamoqda. Ijtimoiy sug'urta shirkati kishilarning bu jihatga g'am andisini yo'qotib, yuqori to'lam pulga ega qilishni izchil tavsiya qilayotgan bo'lsa-mu, lekin kishilarning sug'urtaga bo'lgan tushunchasining kamligi, sug'urta engining to'liq uyg'onmaslik sababidan shahrimizda sug'urtaga qatnashish qizg'inligi to'limi tuvan bo'lmoqda. Idora rahbarligi shuni uqtirdiki, idora xizmatchilari ko'chalarda sug'urtani ochiq-oshkor tashviq qilib, mush bir hafta ichida 5 dan 10 odamni sug'urtaga qatnashtira olsa, 1000 so'mdan 2000 so'mgacha mukofot qo'shib berildi. Voy canım kızım, nemişkimi derizi sürtügendi ben. Özüm sürsem babamdı, nemişki sürtügendi ben. Bicara kızım. Men Qunduz üçün bo'lsa-mu, vazifani yaxshi o'rindab, mukofot so'misiga cho'qim erishishim kerak. Ne görsiz? Mundaq bo'lsin, ikkimiz paranglashsak bo'pti-ku. Siz? Men ya sizni tonimasam, nim to'g'rilib paranglashmi? Mundaq qilaylik, ikkimiz xali bir joyga berib paranglashaylik. Men sizni mehmon qilay. Qizchaq, chiroyingizga tushliq ish qilsangiz bo'lmamdi. Bundaq ko'chaga chiqib olmay, uyingizda o'ltirgan bo'lsangiz, biraz chiqib o'g'aydi. Nima? Meni xato tushunib qilyapsiz? Bo'ldi, mashinani to'xtating, men chiqib qolaman. Meni ahmoq qilyapmaydigansiz? Kim sizni ahmoq qildi? Mashinani to'xtating deyapti, men chiqib qolaman. Qanday degan gap bu? Qanlashmagan. Men cho'qaran sug'urta shirkatida ishlayman. Buni yaxshi ko'rib beqing. Keyingi sho'pirlik hayotingizda asqatib qolar balkim. Rostli xato tushunib qoldimmi nima? Asta.
Hey, sen Halide. Yaxshimisan? O'zingchi yaxshirdingmi? Yaxshi. İşlerin çıkanda kop ketdi. Voy, qandoq bo'ladi, adash? Bu ishning nemisini deysa, men tunji qitimdila burnimga yedim. Bu ishdan voz kechaymikin deyman. Voy, men oralda turyapman degina, bas taskan bu ish. Qandoq nomzod topaldingmi? Uning gapini qilmarana. Yo'lda ketib qolgan odamga gap qilsang, xalq seni sarangmikin deb qoladigan. Men buni chiyadi burnimga yedim. Bir haftaga o'n emas bir odamni topamaydigan o'xshayman. Boshqalar bu ishni qilaversinlar, ikkimiz shirkatga telefon urib, mijozimiz yo'q, bu ishni qilmaydigan bo'lib qoldik deb qo'yaylik. Bir 2000 yonda deb ko'chir xalqlarga sug'urta qatnashinglar deb yuramdik endi. Deganlaring to'g'ri, adash. Emisa, bu ishdan ishlaydan voz kechaylik. Ma'qul. Emisa men hozirla direktorga telefon qilib o'tay. At ko'rishib seni mehmon qilay bo'lamda. Hajat maktub ketibsan g'iping gapda. Albatta. Ma'qul emisa atlik gipingdan yinamamsangli bo'ldi-ku. Bo'ldi. Xo'sh emisa, at ko'rishaylik. Xo'sh. Halide? Nereden? Bu yer neymiş kurasız? İdarının işleri olan şu. Ne yerden şey mi? Bana yardımlaşıman deb Ranani xafa qilib qo'yma yana, ha? O ne degin anayaz? Bizning hozir munosabatimiz yo'q. Men sizga yurak so'zini aytadigan fursat topolmay yuribdim. Sizga yordamlashaymi? Ma'qul emisa, keling, ikkimiz tang tarqaylik. Ramada. Yaxshi qoldingizmi? Rashida keldi. Yaxshimi? Keldingizmi? Qo'rqib kelavermay, og'rib ketibsiz. Sizni bek ko'rgim keldi Ranada. Avvar bo'lib ketibsiz. Ko'rgim keldi. Kechli. Yaxshi qoldingizmi qizim? Yaxshi qoldim. Yaxshi. Aslida o baldirroq kelaydigan shu uy ishlaridan bekor bo'lolmay. Hay Rashida, bola jidal qilgan kuni kelavermay. Sizni sovg'at ko'tirib kelib nima qilasiz? Biz sizning ahvolingizni bilgan ekan, biz sizdan sovg'at olamdik. Bizni qachonmi o'z ko'rasiz? İmtihoninglar tegidimi? Tegidi. Yaxshi. Qandasga asraq bo'lsa, yordam qilsam bo'lmaydi, juma. Olim bilan tanishgandan beri boshqalarga yaxshi ish qilishni o'ylaydigan bo'lib qoldimmi? Ay, nima ishni bana qilib, olimga telefon urib qilishim. Vay, olimmi? Qanday ahvolingiz? Olim, vaqtingiz bo'lsa, ko'rsak bo'pti ekan. Sizga deydigan gapim bordi, ko'rishaylikchi. Ha. Adres vaqtingiz yo'qmi? Undaqda o'zingizga bo'lsangiz bo'ladi. Ma'qul emsa, o'g'illikka ko'rishaylik. Xo'sh. Başını açmışsın beni. Değil mi? Açmışsın. Vay bana. Oy. Aka qara. Piyalanda bir tas şamat durdu. Şunun qaraganda öğük mehman kılıq alışmandı. Nerede undaq gap bor? Yo'q gapni qildi ekansan. Uni ustiga bizning uy kerak, nerede undaq aziz mehmon bor? Aka agar Rana deb kelib qolsa, men uni yanga deyman. Yo'q gap qilma, undaq ish yo'q. Vay, Ranama? Qanday ahvolingiz? Ukamma? O tinchlik. Ha, ashad ko'rshamdoq? Mana yaxshi bo'ldi. Aqlamsa. Hozirni baray. Aqlamsa. Shet ko'rishaylik.
Hazırlı var ben. Ben çıkıp gireyim ya. Hazırlık gelin ben. Ben adamın gibini kısar. Terikinin bilen. Telefon gelse. Olturamayla kaldım bana. Mana men mushu bechara qizga yordam qilish uchun bu vazifani cho'qim birinchi bo'lib o'rnansam bo'lmaydi. Lekin kishilarga sug'urtaning ahvolini tushuntirish menga bekla tez kelyotidi. Ameliyatda men har kuni mashina degan chig'imda tashvishimda yurayman. Men bir kunlarda dahshatli qatnash vaqasida o'lib ketamanmi yoki mashinam bir mashina soqilib kadin chiqammi deganlarni o'ylayman. Gezi jurnal televizorlarda e'lon qilinayotgan qatnash afti deganlar mening yuragimni mujiydi. Mundaq desam meni qo'rqinchaqmikin deb qolma. Shopir bo'lma haqiqatan taskin. Bas. Bu tashvish ichida yashayotgan faqat sizlar emas. Bu tashvish butun shahar xalqining o'rtaq g'ami bo'lib qoldi. İctimai sug'urta shirkati bo'lsa, kishilarning bu jihatga g'am andishlarini azaytish uchun tirishib xizmat qilyotidi. Nima ish bo'ldi? Nima kulyapsiz? Mushukamgacha bundaq amalijonlardan shu qatni anglab boqmoq ekanman. Xeli yetishib qapsizjima. Ta'sirlandim. Siz asta singdirib ta'sir ko'rsatishga usta kelsiz. Fursat kutib hujum boshlash. Aqlli ekansiz. Meni sog'liq qilyapmisiz? Yo'q, hargiz xato tushunib qolmang. Men bu sug'urta qatnashiman. Aslida u burunli qatnashay degan edim. Uning ustiga sizning asta hujumingizga bardosh beraman. Rasmi? Qaysirga qatnashsiz? Men yanala umr sug'urtasida qatnashay. Yaxshi. Bugün bana yardım qilman deb toz charchadingiz olim. Nədikini siz shunchalik oliyjanob ishga tutish qilgan tursangiz bir chet qarab tursam qanday bo'ladi? Amaliyotda siz bilan tanishgandan keyin boshqalarga yordam qilishni ilib oldim. Hey, Nabima? Ha, Dilmurat Sadash. Yaxshimi? Ha, men Dilmurat. Ha, qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi, Adash? Yaxshi, o'zingchi bugun sen bir o'tirishga boradigan vaqting bormi? Ha, vaqtim bor. Qanday so'rinti bu? Mening bir do'stim bor dedigina, ismi Mardan. Meningda bir necha cho'ng. Bugun bir xo'shallikni tabriklamoqchiga. Sen billa boraymi? Qanday boramsan? Ma'qul Adash, men boray. Soat nechida? 6:30da? İşbaq yo'ldagi to'g'ri qo'rmaqasida men boray Adash, bo'ladi. Uyga mehmon keldi. Sal turib ko'rishayli Adash, ha? Sal turib ko'rishayli. Xo'shamsan. Voy, sen bakansan-ku. Yaxshimisiz? Ha, qani o'tir. Qani ada o'tir. Hech qilma. Aka o'tir. Men choy demab kerak. O'tir. Uyim shundoq oddiy, ancha chiroyli qildi. Nima keldi? Uyingiz shunchalik pokiz, shunchalik kirat ekan-ku. Qapiningizni silib ozod o'tiring, ha? Ha, bo'ldi aka, men. Choy ichinglar. Aka, men qo'yay bo'ldi. Bo'ldi, men o'zim qo'yay aka. Akalar bo'ldi, men qo'yay. Bo'ldi. Bo'lsa, o'tir. Ha. Hey! Ağlar bo'lmasin, qanday oshxona uyingizni kesib qo'ysangiz tamoq qilib. Yo'q, avval choy ichib oling. Ma'qul. Choy ichib, ondan bir ish qilaylik. Uyingizning quzig'ini ichib qolganda, biroqli tamoq yeysiz. Ha, maylamsa. Yur. Mana boshqana. He? Bugun menga tamoq etib bergingiz ekanda. Menga tamoq etkizma deb akagansiz. Sizning nima yegingiz bor? Menma? Bugun mening yana poloyigim bor. O'tgan kelib poloy etib beram sizga.
Meningcha, cho'pini to'm tatiblarni aytib bergan. Rahmat. Mayli, nimasiz yaverman. Chiqib ketdim siz. Yana bir yak bardaga o'xshamsan. Ha, tekshirib chiqmoqchi edim. Nega? Bir og'inam chaqiribdi-ki. Shu yerga boray degandim. Men seni kashf bir yak borma dedim-ku. Bo'l, chiqma. Renada, Ha? tamoq yeb o'tamsiz? Ha. Bugun tamog'ingizni yemaydigan bo'ldim-da. Nima ishqa? Hada? Bugun bir og'inamni tug'ilgan kuni ekandik. Shu yerga bormoqchi edim. Ha. Akam deb mashinaning Ma'qul. oshqishini aytgan bo'lsangiz o'tdi. Qarang, shaytonlig'ingizni. Bo'ladi. Mana shunday. Alin? Mekilang. Nabi bir choy xabar deyki, mashina oshqishini bering endi, ha? Oshqishnimi? Ha. Bering, ma'quldang. Bu shayton sizdan foydalanibdi-da. Bering. Ala oshqishni. Ranani oldi ortiq deb qilmay. Qoldiroqqa, ha? Ma'qul aka. Hadi. Ağaç oturğunlar. Qo'shamda. Ağillar. Bugun Xolida ikkimizning tunishgan kunimiz. Shunga bu oddiy so'rovni sizlarni jam qilib, tabriklamoqchi edik. Tex endi do'st bo'ldinglarmi? Men tex sizlarning to'yinglarni mesela chemikin deb ketganman. Ağillar, agar Xolida xolisa, bugungi bu kichkina so'rov to'yimizning maslahatchi bo'lsinmi? Bo'lsa, ha? Qanaqada? Nima Xolida? Nimandaq gap qilmaysiz? Ha? O'tir, kel. Ha, yaxshimi? Ha, kel, o'tir. Qanday ahvoling, yaxshimi? Yaxshi. Men sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq do'stim Nabi bo'ladi. Bu yoq Baysan gapini qilib bergan do'stim Mardan bo'ladi adash. Tanishib qolaylik. Ha, tanishib qolaylik. Ha, kechikib kelib, sen ish qildim og'illa. Meni kechiringlar. Taxslarni yig'ishtirib etay. Tamg'in toz o'xshamay qoldi, ha? Nadikini o'xshabdi. ilmiy taraqqiyot qarashini ommaviy amaliyleştirib, merkezning birinchi nomorli hujjatini astoydil izchillashtirib, so'tijash tipidagi yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidorini yuqori ko'tarishga aloqali tadbir qatorida chang tutish, suv boyligidan muvofiq foydalanishni, g'arb rayonni keng ko'lamda echishga Qarling, nabi ishqonlarning kirlarini yig'ilib qolganda shuvdaymi? Voy, undaq tusungiz bo'lmaydi. Sizga mehmon Voy, eshitdim bo'lmaydi. Apirang, shuvday. Undaq qanday bo'ladi? Eshitdim bo'lmaydi, ma'qul deb apirang. Anam bir kelganda sizni tamoq yetkizdim. Yana da O'xshashku, apirang. Amiskirlar avida, sizni ko'rsatib qo'yay. Ma'qul. Ya. Yaramsa. Mong'im kuchiriyapti, qarardi. Xolida. Men sizni yaxshi ko'raman. Chiqmay qarmay o'tiryapsiz. Xolida. Qo'lga saklashma. Mas'ul qilibsiz-a? Hay. Hazimi bir jim o'tirang. Men mas'ulmidim, qarang. Xolida. Men unda qo'pollik qilmam. Qarang, men sizga Nima desam, qilasiz? Gap qilsam. Yuringlar, ketaylik. O'lsamaylik bu yerda. Xolida, to'xtab turma. Bo'ldi. Nega borsiz? Mas'ul qilsiz, men ketay. Xolida, nega borsiz? Voy, kelsan ketgina. Shu kuni baba, siz qoldim. Ulan kim? Men sizni bir yer ko'rganda qilmoqchiman. Ha, sayliq majapani inisi qo'yasiz. Qara.
Qara adaş. Sorundaki kızların hepsi gitip dur. Şundan. Gidelim dur. Kopa, hey. Gideyli. Hemen baştan bak. Şuna. Vakit bir yere kaptı. Mansak mağayla ağıyla. Baştan bak abırıp koy hemen. Yürün la. Yürün la. Abırıp koy hemen. Men la, yürün la. Tura da şey merdane. Maha ketimiz tura. Ya, men ketme. İşim kalmadı bana. Tura da oturma ne? Ne kılırsa? Tura. O kancık ketdi. Ala çabuk. Maha. O ketdi o ha. Ketmem de o da. Nimaga qarab tursa, maha chiqib qol. Maha. Tova, buningdan nafratlanaman deb o'ylamagan edim, buni yaxshi ko'rib qoldimmi nima? U meni yaxshi ko'rib qolgandek qiladi. Lekin Ra'noga nima deyman? Jon, uni bilan nima ko'rim? U o'zi mardonni tashlab etgan tursa, u holini cho'ng qilsa, uni mardan ko'taradi. Buningdan keyin mardan mening. Senchi, chida Ra'no, bu o'zingning sho'ri. Qolganligim 3 yilda uningga muhabbat izhor qilsam, u chaqda men nimaga o'xshab qolaman? Biroq Ra'no ikkimizning pok muhabbati uchun oilamizning namratligi hech peshimni qatordi. Abla. Akşam qattiq masop ketibdi menda. Akamning oldiga mushunda kirganmanmi? Abla, shunda qoldi. Tura, akam, men sana naşlıqqa keldim. Tura. Turdun mu? Bu balınızı. Boldu, hıcılımay çıkıyor be.
Turdun mu? Ha, çayımı tayyor oldu. Alafka. Ha, mana. Seni yaxshi ko'rdi deb, mau quymoqlarni akirdi. Alafka, ha, ye. Ala. Alafka. İçe. Mağsızını içiydi. Zehrini kaydırdı. Aka, ben bunun ikisini hapıqmayman. Adını başlap iş tepip işleymen. Eni ben hıcıl kılıvetten aka. Bu nemi deginim? Oldu Alafka. Fuka, biz degan akı kutursak, buna degan haraq içme, faydası yok. Yaxşı adam bulup, öz küçüngü tayınıp iş qil. Uqdingmi Fuka? Bo'ldi, ichingchi, ha? Mana ye. Uy, bir mu odam topolmadik ku. Yürü, yana izlaylik. Eşkindila bu vazifani o'rinlab bo'ldik. Menda xashib ketyapman olim. Men shu endi qunduzga yordam qila oladigan bo'ldim. Sizni kira qilg'ilimi qo'ymadim. Siz menga bekchiq yordam qildingiz. Men sizga bir umr qarzman. Bo'ldi qilin, ha. Undaq desangiz men xijilib qolaman. Birsiga yaxshilik qilish hamma odam qilishga tegishli ish ku. Biroq u hamma odamning qo'ldan kelavermaydi-da. Faqat sizga o'xshash olijanob kishilarning qo'ldan keladi. Ishdan keyin doktorxonaga birga boraylik. Bo'lamidi? Asla o'tgan gapingizni qarang. Men shu bechora qizni bir ko'ray deb turdim. Biroq bu gapingizni anglab niyatimdan yandi. Yaxshi. Chaqimda borsiz-sa. Hay, idorangiz kelib qoldik. Ma'qulamsa, tushdan keyin ko'rishaylik. Bo'ldi, xo'sh, tushdan keyin ko'rishaylik. Rana? Xo'sh. Mush doktorxonadami? Ha. Doktorning aytishicha, usta doktorlarni taklif qilib uzun muddat davolasak yaxshi bo'lar ekan. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Bo'ldi, ya, ko'nglingizni yerim qilmang. Olim ishimiz ma'lum bir faoliyatda 2000 yillik mukofotga erishib ekanmiz. Buni qunduzning davomlash uchun ekeldik. Buni asbosini e'lon. Yo'q. Buni undaq qilmang, Rashida opa. E'lon. Rahmat sizga, ko'nglingizni ochib bo'ldi. E'lon, undaq qilmang. Hozircha mushni yeb turing. Rahmat sizlarga. Bu yaxshilig'inglarni qachon qaytaraman? Bo'ldi, takalluf qilmang Rashida opa. Xayr. Ra'no qizim,
sizlarning idoradan bir parcha xat kelibdi ekan. Yostiqning ostida. Elbetda qizim. Hanzoch xat o'qishga o'qiyolmadim. Ko'rib beqing. Nima ekan bu? Yey Rashida opa, kunduz 15 ming yillik talaylik sutlanmoqchi musibat. Bu qarangmi? Oy, tasgan bu. Bek yaxshisi bek taliyinglar vacha. Oy, Rana. Oy. Qanday eksalansız yaxshidirdingmi? Ha Rana, ansan vazifani o'rinlab mukofotga erishibsan. Mehmon qilasan? Mukofotga erishgani miras. Mehmon qilishga kelsak, u pulni bir bechora qizga iyona qildim. Sizlarni keyinchalik nima qilarni? Bu yigitning sana xeyl ta'siri yo'qdimi nima? Ha? Sizlarni qanday bu? Yürü. Yürü, mayli. Tova, endi bu iflos do'stimning bir alifchakdan quloq tutib berami? Lekin bu ishkisi gul-guliga kelgandek maslashibdi. Gapingizcha ikkimiz maslashmoqda? Ha? Ikkimizni maslashdi deb qaramsiz? Eskiligini. Chaqchaqib qo'ydim. Ikkimiz toza maslashqalatinjimi? Oppa, kunduzning kesal kartidagi holatini ko'rib pekma ichim sirilib ketdi. Hey, bechora Rashida, balalarim dadasidan kichiklik yetim qoldi deb bek perişan yurgan. Nima peshkanlikning yuzbagini qarmamdigan. Miyib bo'lib qolarmi bolam? Biroq opa, doktorning aytishicha, uzoq muddat davolansa yaxshi bo'lib ketadi ekan. Shundaqmi? Biroq o bechoralarning buncha jiq puli bo'lmasa, qanday davolana? Olim ikkimiz sug'urtini tashviq qilib 2000 so'm mukofotga erishdik. Bugun ishnikin u pulni qimizga olib berdik. Qolgan pulni sizlar chiqarasizlar. Qizim, jinim bolam, bek yaxshi qilsizlar bolam. Sizni shunda qilamiz qizim. Asma opa. Oy. Oy canım. Oy canım. Oy beşim. Oy beşim. Oy. Oy canım. Nabi, kes yattın mı? Yana harak işe okşamam sen. Ne oldu? Harak işmeden beşim ağrıdı. Oy, beşim? Çayın başlıkçılık o. Bek kız gitti Sefka. Tüne doktorxanaga kapıray. Tez böyle. Bu Sefka. Yaklaka. Toktap dur. Bek kızıp gitti. Tokta. Oldurakman haber kısamamamdı. Bunu azırak doğru ekip etsen. Yaxşı qilishim mumkin. Bu pulni dabdan ishlab topdim aka.
Nabi! Qachon kelding? Qanday qavolandash? Bu yer nima qilyapsan? Ishlayotgan shu. Quruqman yeb. Ishlayapsan? Shu tomoq yeyish qo'shaqmay, nayab o'ldadim adash. Jura. Nega? Bir so'ringa ma? Ha? Menga so'ringa. So'rimga? U yerda Dilmurat baba? Ba. Hammasi bor. Seni saqlab qoldim. Menga tez bo'la. Unda bo'lsa men ruxsat so'rab kiyimimni almashtirib chiqay. Ha, bo'ldi. Chaqan bo'la. Dostga. Aladash. Ağaç otur adaş. Bugün cem bulup pek yaxşı oldu mu? Şu. Aladaş. Sen mi ağaç otur adaş? Aka, televizyon görüyor sen? Aka, sırtda azırak işim battı. Ha, buludu. Çıktı kirmen ha. Tezra qaytık ya. Hazır qayerda? Siz g'alabiyat yo'lidagi o'tishni ko'rishni do'qmishga darhol keling. Tez bo'ling. U sizni ko'rmasam bo'lmaydi deydi. Hozirli boray. Ma'qul. Adashi Rana kelamdi kamamdi. Hayta. Odamni o'sal qilib kemiz chatoq bo'ladi-da. Keldi qara. Shu. O'zini chiqardi. To'xta. Abla, so'qlatdi. Uni so'qlatdi-ku. Ha? Abla! Sizlarni biz o'z bolamizdek ko'rib qolgandik. Bundaq ishlarning yuz berishini kim o'ylagan? Bo'ldi qalang apsi, yig'lama. Men bo'ldi qolgan bilan qizimiz hozirgacha hushsiz yotsa. Bechora qizim nimandaqmi sho'r peshonidi. Burun birsi bulanchining qo'liga tashlab qochib ketdi. Endi bo'lsa birsi mashinaga so'qib o'ldirmoqchi bo'lgan. Bo'ldi qalang, kim yig'laysiz? Bo'ldi qalang. Qizinglar hushiga keldi. Keling, qizimiz hoşga keldi. Dana, qandoq tursiz qizim? Qizim. Bolam. Qizim. Olim, siz sog'gansiz-ku. Akşam bana biri telefon qilib, sizning hodisaga uchraganligingizni aytgan edi. Shuning bilan men Hey, akşam kimle bilan birga eding? Akşam Dilmurat Merdallah bilan birga o'ltirgan shu. Qanday qilib bu ish chiqdi endi? Yaxshiroq o'ylab baqa. Ha, ras esim keldi. Merdan menga Rana adamning bizning yomon gapimizni qilganligini, uning texi o'z bilan yurayotganligini, seni bo'lsa ahmoq qilayotganligini aytdi.
O'zbek yana Rana hozir meni izlab keladi dedi. Shuning bilan qarab o'rasi keldi. Shuning bilan g'azabimni bosolmay, Şuna g'azabini bosolmay vaqa sodir qilding. Shundaqmi? Degina, Mardan degan kim? Ash qizning yurgan yigiti. Ranachi. Abdaka, bu yoqqa keling. Ha, mana bu. Rana, Xalida, keldingmi? Canım dostum, yana nim bo'ldi sana? Peshkanlikning hammasi sana kelamdi deymi? Bechora qizim sho'r peshona o'xshaydi. Demisimi? Hamma peshkanlik mush qizimga kelamdigandi. Ko'ngillarni buzmaslar-da. Ranami boshda shu moy chapon bilan orlashmi so'bdi ekan? Shundaqmi? Bu asli heliqi Mardan degan ishplasni qilgan ishgan emasmi? Nima? Olim hozir uni saqchiga ma'lum qilib ketdi. Siz menga Rana bilan hech qanday munosabatim qolmaydi deb aytmadingiz. Menga sizni yaxshi ko'rmanda aytdingiz-ku. Aslida mushkul usuldan foydalanib Ranadan o'sh oldingiz, shundaqmi? Gap qilyapman sizga, gap qiling. Gap qiling. Ha, shundaq. Hova, men nimacha axloq, boshqalar mendan foydalanyapsa. Men texi bularni bilmay yuribdiman. Men boshqalar bilishim kerak edi. O'z vaqtida Ranani bulanchilarning qo'liga tashlab ketgan odamdan menga qanchalik xafa kemakchi edi. Bo'ldi, men sizdan seskandim. Endi ko'zimga ko'rindi cho'man. Sizni ko'ra ko'zim yo'q. Xalida. Sen endi bir ishning peshini tutgan bola. Bo'lmasa ashundaqlarning damiga tushib ketadigan gap. Yaqinda men bir yemak-ichmak shirkati qurmoqchi bo'lyapman. Sen kompyuter bilimlarini yaxshi o'rgangakdir. Seni shirkatimga qabul qilaman. Rahmat tog'a. Mening yanla shofir o'g'lim bor. Rana doktorxonadan chiqqach, men xotirja mashina haydayman kerakman. Shunga Nabini haydab tursinmikin degan. Qarasam uning bir umr taksi shofiri bo'lg'isi bor ekan. Shunga mashinani uning o'tinib bermoqchi bo'lyapman. Ko'nglingizga rahmat tog'a. Urug' tuqqandek bo'lib qolgandimi, takalluf qilish ketamdi bolam. Shirkat siz ishlang. Bizning o'g'limiz yo'q. Bizga yordamlashing bola. Shundaq, to'g'ri deydi. Biz qiyirib qoldik. Shirkatda ishlash uchun bir mezgil tarbiyalanmasam bo'lmaydi. Tarbiyalanib bo'lgandan keyin sizga javobini bersam qanday deysiz? Ha, bo'ladi bola, bo'ladi. Satma ovoz xeyli yaxshi ekan, ha? Rahmat Yaxshi sizga olim. mana. Sizni avval qilaverdim. Rana, men sizni chiroq joylarga opog'im kelyapti. Siz xohlasizki? Qayerga? Muhabbat sug'urtasi nomzod ustiga opog'im kelyapti. Biz buningga cho'qim chex nomzod topa olamiz. Sizni sug'urtadagi kompyuter chiplar. To'xtaysiz. Yıldız sana sanat öterken Vakit izler gökte her gün tenürür Dün çıkmıyor yıldızlardı hiçbir Yığlaydıken takdiridim öksüp tükünü Dün çıkmıyor yıldız